Shom. Bu manzarani endi sizlarga qanday tushuntirsam ekan? Xullas, baliq tutyapmiz. Shomga yaqinlashdi. Qara, mana tog', bulutlar. Qara. Mahmud do'sa. Tog'da qara mana. Qor. Qor. Uzoqdan kaklik ovozi eshitilyapti. Xudo xolasa ertagada mana bitta shu mashina adirdan chiqyapti ovoz. Ro'za sayrayapti kaklik. Mana shu tog'dan kelyapti. Ertaga xudo xolasa sahardan shu yoqqa otlanamiz, qorin to'yg'izib, do'stim ikkalamiz. Ko'p ekan shekilli. Bitta emas bu yerda ko'p kaklik sayrayapti. Endi ertalabga tong ottirib olsak, do'ppidek bulut keladi, dubratib yomg'ir yog'yapti. Nima qilmoqchisan? Qayerga? Pavorotga bordimmi? Pavorotdan keyin yana bitta pavorot, undan keyin yana bitta pavorot. Bu bilan cheki yo'q narsa ekan. Qorasuv ko'li, bu Qorasuv ko'lining birinchisi. Bundan yana 6 kilometrda yaqin yurish kerak. Peshkom. Liba bunday, liba bunday. Meni bilishimcha bunday yo'l bor. Yo'lma shunday bo'ladi. Lekin men qo'shnilarim aytganda, narki betga o'tib keyin yurish kerak deydi. Только peshkom. Bizni kaklikchalar bu yoqda.